Менің етім Зұнун, дадамның еті Сайпул, фамилиямыз Құпам. Мен 1949 жылы Вәтенде, Шинжаңда Тоқыстара нахиясы туылған. Дадам білен апам мұшу Басетті туылған ке. Туылып әшәді өскен. Кейін мұшу әр қандақ сәбіптәбілен немеге көшкенде Қытайға. Қытайға емес, әнді біздіңке Қолжыға шық кеткен. Анды мен 1955 жылы біз мәшәді шықтық бұяққа. Шығып өзіміздіңке Басетті орналаштық. 55 жылдың başlap Басет өзді тұдық. Şu Басетті 8 классını бітірдім. 8 классını Басетті бітіріп челек нахиясты, орталығыда Оразбақ қырқамдыки 13 классını бітірдім. Бітіріп, sonra hərbi 68 жылы hərbiye кеттім. Hərбиде Дальний Восток деген шәрік, жырақ шәрікті әшәді қызмет қылдым 2 жыл. Бұның келгендіктен әр түрлі кішіларды ішілдім. Ең асасы ашу езі ішілді мәшік қылдым да. Бірінші автоэлектрик, шофер, инженер, сантехник. Сантехниктер бірдің инженер болдым. Біраз директорының ке ярдамшысы болып қызмет қылдым. Оның кейін шоғарлықта оқушыларын бітіріп техникумны бітіргенде кейін шоңан мұшы челек нахиясының қайтып көшіп келдік. Бұяда автоколонна басшылығы болып ішілдім. Автоколонна басшылығы біраз ішіліп, шоңан о саласы да. Аңшылық саласы да. Саласы да мұшкенгіше қызмет қып кейбетті. Аңшылық деген не бұл? Аң деген бұл Hətta hayvanatlarını saklaş hizmeti. Şu an qoğdaş. İnspektör dedi o, orçça, inspektör. İnspektör hizmetini atqadım. 7 yıl oblast boyunca inspektör olub işildim. Keyin bunu çelek есі de bizden жаңғал қызметі бар. Жаңғал сақташ қызметі. Әшәді қызмет қылдым. Hazır Uyghur rayonda nahiyasida Çarın qo'rg'i bor. Shu qo'rg'da muzeyniki boshlaydi. Dadıllar hakkında bir to'xtalib beramda. Dadıllar kimdi, nima ish qilgan, qachon vafot bo'ldi, vatanda nima ishlarni qildi, berib kelib turamdi. Siz özleri bir baktım, aval dadılarının biraz. Dadam bu kişi vaxtada şu o 27 yılları mekin şu vatanga chiqib ketgan aşağı. Qashqash vaqti açaçılık mayat başlamaganda şu Başettin ketib qolgan apamni ep yashadi. Apam vaqtida bir 14-15 yaşları болуш керек. İkisi meşaktın ketken. Dadam bu ез егілі білен шұғыланған. Вақытыда ез егілі білен шұғылынып, şu bağlançılık işlerini қылғанда, апам әнде o үй işçilerle şұғыланған. Şu вақытыда 5 бала болған dadamla апамныңки. Ең кәншісі мен оғыладым. О кіші кейін, деймін ғой, 55 жыл бұла қайтып шыққыды бұяққа.
Şununki başeti kuruluşu bula yol yasaş hizmeti de adam yol yasaş hizmeti de işledi 72. yılgacha. 72. yılı adam vafot etdi. Özleri vatanga berip baqtılımı nimelerni görle vatanda? Yo'q, men vatanga pasportlarni elib tayyorlik qilgan. Shu pasportlarni elib shuning vatanga chiqishga bir murchik bo'lmadi. Bu biz endi hukumatning xizmatida bo'lgan so'ng bir vaqt tegmadi shunga. Endi uni nimaga chiqdik endi pensiyaga. Bulto 63 yaşında pensiya chiqdi. Endi pensiya chiqqandan keyin endi Xudoyim bursa endi berib qolamiz degan o'y bor. Deydi-ku, Uyg'urlar tuqqan ana emas, baqqan ana deydi. Endi vatan degan baribir issiq. Vatan degan. Endi bu Qozog'iston endi bizni Uyg'urlar uchun bir vatan bo'lib qoldi endi. Endi bir qiyinchilik ko'rayotganimiz yo'q. Sovet vaqtida bu bizni undaq millatga qarab odimidi. Yaxshi xizmat qilsang ko'tardi bizni. Shuning uchun endi men o'ylayman endi bizning vatan Uyg'urlarning to'g'risi endi vatan Qozog'iston bo'lib qoldi. Biroq endi vatanni kuyinsa, vatandagi voqeaga bir qulog'imizning shu aşaqda qulog'imiz. Nima bo'lyapti? Nima emas, unga endi xabardor bo'lishimiz kerak da vatanga. Endi pajali bo'lyapti. O endi bizniki eng yaxshi yoshlarniki bu o'rischa deydi. Svet natsiya deydi, svet. Endi svet natsiya endi millatning guli. Endi qaytish bo'lib o'lib ketmag'ansa, endi ichinarlik. Endi biz boshqa nima bo'lgandan keyin, boshqa davlat bo'lgandan keyin unga aralashishga nimamiz yo'q bo'lishi kerak endi, huquqimiz yo'q. Endi baribir endi vatan issiq. Sizning bu ovchilik kasblar haqida, bu yerda uylarda naytichiq narsa borkan, bular nimalar bu? Qayerdan qanday yasalar, o'rgangan bo'lsizlar? Bu haqda bir so'z aytasizlar? Endi mayda ko'pisi yo'q bo'lib ketdi, endi suratlar bor. Men hozir ko'rsataman. Endi bu kasb o'rtada deydi taksidermiya, teri bilan aylash, tulumchilab yasash da bu taksidermiya degan. Bu bizning Uyg'ur xalqiga xas emas bo'lishi kerak bu. Bu nimda? Bu nemislar 92-93-yili vatandan qaytgan bo'lib qoldi. Nemis xalqi. Shu vaqtda bizlar inspektor, men bilan inspeksiya ishlagan, biz ishlayotgan shu nemis bolalar bor-da. Ular dedi, "Ey Zunun, sen biz ketgan bo'lib qoldik. Sen qo'lingdan birdim keldi o'xshaysan, moshini o'rganib ol" deb. Bu ashlar kelishini oldi, bir oy o'qitdi bular. Shuni tulumchilab qanday so'yish kerak, ularni ichini nima bilan qoplash kerak, terisini qanday aylash kerak, shuni o'rgatdi. Endi men hozir endi professiyam shu bo'lib qoldi-da. Professiyam. Bu burun endi любитель deydi. Yaxshi ko'rish ashini orqali hozir endi ashlarni jihnimlarni yasadim men. Muzeyim bor, Uyg'ur ayında uningga harakat qildik. Nimayda buğa, tog' teksi, qor quyruq, jaran, jur degan hayvonotlarni to'liq yasadim men. Demisizcha bu bizning tog'larda ashular hayot kechirdi. Hozir endi azizga menga o'ynaydigan yog'ochchilik. Yog'ochchilik bo'lganda yog'ochni munguz bilan qo'shib yasayapman-da. Tekinning munguzlardan putlarni chiqarib yasagan. Shu jihozlarni. Endi u bir chiroyliqda o'zi saqlanib qolgan avlod ketirgan deb o'ylayman endi. Buzilmamdi bu sizning yasagan narsa? Bu bizniki, buni o'rislarniki Petr I degan podshosi bo'lgan. Shuningki yasatgan dunyosi 300 yil ashaq shu uchib turdi ekanda. Buni endi ishidan buzilmaydi.
Onu doğrulап etimiz de işini. Her kadar özünün nemeleri var, doğrulaydı. Şularını doğrulap, eylep, ezgi tatmız. Andan bu Kazakistan hükümeti mesela normal boğu olsun ya ki hazırsız edilgen bu hayvanlarını mesela böğürünün terisine mi köydüm mesela adresi. Buranı öldürüşüne yok çekilmem de yani hayvanlarını mesela bu şekilde kan olup öldürüş var mı yoksa bir avcılardan bir mehbi elip bana bulan mı? Kanonda ne mi o yani? Benim özümün üzerine şu anını, şu hayvanatını qo'dash. Inspektor deydi oruslar. Inspektor degan endi shu ongni qo'rg'ash salasidagi adam. Biz buni cheklanganda biz yilda masalan palonchi tog'da 10 bug'a itilishi kerak. Shu 10 bug'aga qog'oz yozildi. Şunu Çin төлep 15 gün berdi. 15 günün işte itiş gerek onu. Onun işi de Kızıl Kitap'a yazılganlabada. Kızıl Kitap degenimiz bu anın en azaygan vaqtida aşını Kızıl Kitap'a ildi. Qoğdulgan hayvan. Börek, bu Türkiye degen bu 366 gün itiş boldu da bunu. Jet kuşqa bununla undaq Çin silinmaydı. Atsanma. Şunun için bu başka hayvanatlara öz vakti geldi. Oktyabrның 15'inden başlap qırğaul. Noyabrның 15'inden başlap toşqan. Fevralgacha aytilgan özününki vaqti var. Şu vaqt qarab atımızda Oktyabrның 15'inden başlap tағы tekisini itiş болды. Jurni noyabrның 20'sinden başlap atqıl болды. Аштақ өзініңке шақсы неміс бар да вақти. Біздіңке Алматы бұрын Верный деген шәһәрде, Верный деп атаған. Бұл Верный 18-ci ili Қызыл әскерлер бұл Верный шәһәріне бесіп алды. Бесіп Совет hökuməti құрышып başlaydı. Şu vaqtda bu çelek nahiyesi boluşqa bölünген болуш керек. Например, endi misalan Qoramdaki bu Uyg'urlarniki eng birinchi chiqqan yerlarining biri. Bu yezimiz yo'g'on bir shahardek bo'lganda bu. U yerda Uyg'ur madrasasi bo'lgan. Uyg'urlarniki madrasa. Malvay, Uyg'urlarning Bayşehir. Bular Uyg'urlarniki chiqqan Xitoy nimeden Şinjandan chiqqanda Uyg'urlar G'uljudan chiqqanda birinchi Verniy shahriga kelganda shu vaqtda Sultonqo'rg'onga joylashgan. Undan keyin buni Qoramning atrofiga joylashgan. Shundan keyingi chiqqanlar buni Panfilov şəhərindeki nefsiga hamısı Uyg'urlarniki chiqqan shaharlarda birinchi shahar deb yez deb başlaganlar ashlar. Bu 18-ci il Qızıl Əskər 30 dakikadan. Bu şu Verniy Almatıdan çıkıldı. Verniyden çıkıp bu Xitoyga nimaga qarab qoldi? G'ulji tarafga. Şu yolun boyudaki hem yezlarning qirib başlaydı Uyg'urlarning. Qanday qirdi? Bular jig'in achimizdaydi. Jig'in achimizda qaqni jig'ib pulemyot bilan atdı. Kirib qilish bilan chep. Eng asosiy bular 14-15 yoshliklarni ko'p qirib atganda yoshlarning. Asas Uyg'urlar mı böyle? Asası hemsi Uyg'urlar. Sebep? Sebep endi bilmayman. Sebebi şu Uyg'urlar kishiga qarshi chiqqan desak, Uyg'urlar qarshi chiqqan emas. Endi qancha bir o'chmanlik paydo bo'lganda bu ruslarniki. Bu
Bu orus komandiri şundan bir yerde şu siz degende bunun lavar yesi de lavar yesi yugan neme atqanda әшеді. Atqanda Qoramның adamlarını hemsini ailesi жығып, ya da Qoramның әнде çoğ молла болғанда. Uyg'urlarning ichida ataqlıq molla endi ular o'ylaganda endi bu atmaydi deb. Hemsini akib әшеді yetib etgan. Taxminan bir raqam var mı? Qanchalik adam? Taxminan aytsam, bu yerda 300 dan ortiq adam bo'lishi kerak. Unda jiq her yerden 250-300 G'aljatqa bakışı erkal. G'aljatqa. Her yerde 250-300 adam yetib etgan. Chepib, chapqan qilish bilan. Vaqtida askarlarning hammasi qilish bilan tutgan u. Beshata pulemyot. Aşağı chepib atqan degan o gezitlarda bizning maqolalar to'la Uyg'ur ovozi geziti bor. Uni jiq chiqqan. Maqolalarni birisi azroq o'qib. Mono gezitda Qanlı Qoram, Bag'ri Qan Qoram degan bir maqola bor-da. Ha? O'qitiram biroz. Endi men ochib Şu Bag'ri Qoramda bu Akrim Sadirovning yozgan maqolasi, bu maqolasi shu Qoramniki oilasining qadam atgan to'g'riliq yozilgan bu yerda. Uyg'ur ovozi geziti shuni bir kichkina o'qib beraylik. Bu maqola Bag'ri Qan Qoram degan atalgan. Qoram endi men aba aytgandim, yezlar Uyg'ur yezlarining ichidagi eng cho'ng yezlarninki biri shu yerdagi medreselerinin çoğunları mollalar hemsi yaşadı tuğanken de Qoramda. Hani şu to'g'riliq bundaq yozilgan, şu Qoramdagi 18-yili Orus askarniki Uyg'urlarni qanday qilgan to'g'riliq. Mana bu qon isharlar ko'chaga tarab Savut Axunning qorasiga yetib kirdi. Axunning keng tasha Qo'yisining o'zi sandığa mali meşitning yanında edi. Hem o joyda cho'nqur game bo'lib, uning ichiga butkul kitoblarni, ilmiy asarlarni to'shib ulgurdi. Kelgan qon isharlar Axunning qo'yisiga elib chiqib, Axunning iltimos qilib 2 rakat namoz o'qitdi. Bu her kasının aldıda puti matalangan amalsız onun piçiğiniga qarab turgan an qo'yga asildi. An qo'yga asildi. Şu gaplarda tağdaki Qozaq axınları Axunning ailesi bilan ilib ketmekçi bo'lgan. Biroq Savut Axunlarning tilini red qilinib ko'pchilik bilan birga bo'lishga afzal ko'rgan ekan. Shunga Savut Axunning ashada bu kishilar 5-bitdi. Ashta maqola yozilganda uni atu degan bir maqol chiqdi. Uni shu deyman qo'y. Almudodan chiqib G'aljatqacha Uyg'urlarning Dixan, cho'ng Dixan, kichik Dixan ashadagi yezlarda jiq Uyg'urlarni itib qirib etgan. To'g'risi tag'di buni Aqtam Ketman degan yerda tag' yaqin. To'g'risi taq qechib qutulib aman qolgan. Keyin bu endi aytgandek bu kishi komandiri Ferg'anaga bordi. Yani Ferg'anadagi Uyg'urlarni qilishga boshlaydi deshadi. Shu vaqtda Uyg'urlarning qo'lidan axir qazo topdi bu kishi. Ashadi aytdi Uyg'urlar. Bu yerdagi cho'nglar haqida biroz to'xtalib beraylikmi? Masalan, burun kelib mayli nibat ko'rmayli kelgan cho'nglar ko'ch bo'lgan ismi men hozir ism bermaydiganman-da. Ko'zlar bilan ko'rganlar bormi cho'nglarda? Kimlar bir shahidlar aslimalari. Bu G'anibatori Leyla yoki ko'rib boqqanmidlar? G'anibator to'g'riliq. Mening cho'ng dadam
Ошо Ташкентте окушну бүтүрдү. Ташкентте окушну бүтүрүп, мен канча жыл экен, энди 30, 40, 46, 45, 46 жылдар болуш керек. Бул неме Совет Союздун, Совет өкмөтү тарапынан бул улжуга өтүлдү. Улжуга өтүлүп ар кандай иште иштейди. Шу вакытта bu G'ni Kamlan'daki 49. yılı, 48-49. yılı vatanni azat qilish so'qish boshlanadi. 49 yılı. Şu vaqtda G'ni Kam'ninki shtabining boshlig'i shu bizning cho'ngdadimiz Zaman degan odam bo'lganda, Bahamov Zaman. Bo'lib, shu yerda qo'lasida xizmat qildi. Keyin bu 48 yillarmi 49 emas 53 yilda bu kishi vafot etib ketishdi. G'ni Botir deymiz. G'ni bu ikkisi ag'ini bo'lib, endi начальник bosh bo'lganda, начальник shtabning boshlig'i. Keyin bu G'ni vatanda ranini so'qishdi, jarohat olgandan keyin bu Sovet Soyuzuga açık qildi bu kishini. Bu shuni O'zbekistonga tarafga berib, bu davolanib, keyin bu dadamlar bilan endi yaqin bo'lganda bizning dadamiz bilan boshqa kelib nimga Bashitga kelib sozlarni nim qilib keyin vaqtda o'lishning oldida men o kishini ko'rgan o'zim. Kendiki hemsi tatuk, şıram, yüzü, gavurlik adam, yugan, gavurlik adam bulman. O adam köken, gözümle gördüm ben. Vakti biz küçük, böyle 12-13 yaşımız bir kez, 14 yaş. G'ni Botirni köken, G'ni Kamni. Tol keledi o kişi Bashitga. Bashit ağırlar tol deydi. Aşağıdan çıkan çoğun adamda kütü oladı diye başladı. O adamlar türü başka esnemeleri var mı senin? Ya bir yap qilgan yoki bundaq odam ekanini deyilganini anglagan yerlarda. Endi G'ni Botirniki buni apamning rahmatliga aytib berishicha, G'ni Botir so'qishdan chiqib bu boshqa kiyimini yechganda ichidan jaraq o'qlar tushib ketadi deb degan shunday so'z bor-da. O'zim yo'g'on o'sha o'tirib olgan odam shu G'ni Kamni so'roq qildi. Biz kichik qishda o'tiramiz. G'ni Kam, o'sha so'qishga boramsiz? Tak hozir desang, hozir ketman o'sha so'qishga. Kuchim yetadi deb boshladi ketgan odam deydi. Endi o'zi shunaqa odamdi, yo'g'on kelishgan odam o'zi. O'to'g'ri endi shu, endi bizniki cho'nglar o'lka qochib ketdi, vafot etib ketdi. Men endi Chexiyada выставка yazibdi, ko'rgazma. Taldiqo'rg'onda, Essikda, Turgunda, eng oxiri mana Dunyo art galereyasida Olmaotada cho'ng bir ko'rgazmasi o'zimniki shu ishlarni ashad bir yarim oy mobaynida ashada Uyg'urlar aholisi to'lishib bu Dunyo art galereyasida tanıştı. Endi her vaqtida bir ümit var-da. Hazır bana tayinlanyapti, Xudoyim shunga yetkazsa, men yetsudu degan taqdirda foto suratlik bir yo'g'on bir kitob chiqarsam degan umidim bor-da. Oy, men yetsudu degan biz yetsudu nemiz turimiz tavasida turyapmiz hozir. Yetsu degan o'zi cho'ng daryolarning yetisi. Aşağıdan başlanışı qaya quydi. Shu araliqda qanday anglatırdı, qanday o'simliklar o'sdi degan taqdirda bir kitob chiqarsam degan umid bor. Endi anaqa bir yil boshlayman degan umid bor. Qanday bo'ldi ekan endi. Buni to'simi xon taqdiri to'g'riliq bizniki xon taqdiri-chi? Xon taqdiri. Tegimiz bormi? Yo'qi Xitoy, Moyqi
Қазақстан, екі Қырғызстан. Үш дөлетінен отырдығы чоң тағы хандығыны деген. Әнді біздің балаларым әнді шу вәтәрні сөйеш, ұйғыр деген намыны егі қоймай көтіріп әр вақтыда тұса деген үміт, шының арман. Әнді біздің өмір кәттейік бі. Әнді вәтәнінке, әнді көз қаршымыз башқа да вәтәнге. Сық қаршынға бір көзімізден қарап. Әнді мәйдімі, әнді біздің яшла егі қаратты біздің. Әмісінің өзініңке, өз қолығы білән, өз іші білән. Әнді мен ұйғыла начар тұрды Қазақстанда етамайма. Яқшы тұрды. Анчы бұзықлық, арақ ішеш, нәш шекеш, онда бізді жоқ. Біздің халқымызда әнді о кез ұшырашса, яман аз ұшырашта. Мың бірі болса, бола. Бірақ та мұны әнді езілада, ұйғыр езілері чырайлық. Өзінің іші езігілігі шықылсызды базады шыры ба, өзінің магазинлері, ресторанлары, кафелері ба. Яқшы өмірі. Әнді ашыла, әнді өркініп ашыла. Әр вақытта әнді ер қаратмысы деген үміт. Hürmetli televizyon köyükçüler, şununla bugünkü Hayat Şahitler programımız müşahede ayaklaştı. Hayır hoş, keler kıtımlık sahnımızı görüşelim.